Salom, men Isgaziman. Bilasizmi, meni nega buncha yomon ko'rishadi va nega mendan buncha qo'rqishadi? Keling, men sizlarga o'zim haqimda gapirib beraman. Men ko'mir, o'tin va tabiiy gaz yonishi natijasida hosil bo'laman. Men ko'zga ko'rinmayman. Men rangsiz va hidsizman. Men biron xonada paydo bo'lganimda, bir muddatdan keyin u yerdagi odamlarning ko'ngli ayniy boshlaydi. Tanasi zaharlana boshlaydi, keyin ular hushidan ketadi. Ba'zida esa mangu uyquga ketadi. Ammo xonaning derazalari ochiq bo'lsa-chi, havo meni tashqariga olib chiqadi va men maqsadimga yetisha olmayman. Shuni aytishim kerakki, nosoz va qo'lbola pechlar mening yordamchilarim, do'stlarimdir. Pech mo'rilarida teshiklar bo'lsa yoki bitib qolgan bo'lsa-ku, umuman men uchun mukammal sharoit. Darvoqe, men har qanday odamni, u xoh boy yoki kambag'al, masalasini hal qila olaman. Yana bir qiziq fakt. Meni MCS favqulodda holatlar idorasi xodimlari yomon ko'rishadi. Ular men odamlar bilan bir xonada yakkama-yakka qolmasligimni istashadi. Mo'rilar toza bo'lishi, pechlar soz bo'lishi uchun kurashishadi. Chunki bunda men o'z ishimni qila olmayman-da. Men, ayniqsa men haqimda hech nima bilmaydigan odamlarni uxlatishni uddasidan chiqaman. Mana tushunib oldingiz. Men kimman? Nima uchun mendan qo'rqishadi va nima uchun odamlarning boshiga buncha kulfatlar keltira olaman?